Shou-biznes olamidan yana bir xabar. Taniqli aktyor Ulug'bek Qodirov haqida hozir ba'zi bir sirlar ochiqlandi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek va jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar ostiga bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni yodingizdan chiqarmang. Taniqli aktyor Ulug'bek Qodirov Instagramdagi bloglardan biriga bergan qisqa intervyusida muxlislarini qiziqtirgan ayrim savollarga javob berdi. Aktyor suhbat avvalida Kia Sorento rusumli avtomobilni boshqarish haqida aytib o'tgan. Sizni mashhur qilgan film, Shahzoda bilan birga suratga tushgan Sarvinoz filmi meni mashhur qilgan. Oxirgi suratga tushgan filmingiz. Seriallardan Alfons deganida suratga tushdim. Bundan tashqari 3 qahramon deb nomlangan filmimiz ham taqdim etildi. Qaysi aktrisa bilan partnyor bo'lish sizga qulay? Kimlarni iste'dodli deya olasiz? O'zbekistonda iste'dodli aktrisalar juda ham ko'p, lekin eng yoqadigani menga filmlarda partnyor sifatida tushadiganlari. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilnoza Kubayeva, xonanda Shahzoda. Bundan tashqari yana bir zo'r aktrisamiz bor. Milliy teatrda ishlaydigan Shodiya To'xtayeva. Aktyorlar haqida gapiradigan bo'lsam, o'zimning do'stlarim Bobur Yo'ldoshev, Adis Rajabov va Alisher Uzoqovni e'tirof eta olaman. Kuniga qancha pul ishlatasiz? Bilmayman, to'g'risini aytsam, umuman hisoblamayman. Barakasi uchadi. Pul vaqt olib keladimi? Bu savolga hozircha javob bera olmayman. Hali hayot oldinda, balki keyinroq bu haqda gapira olarman. Oxirgi marta o'zingizga qimmatbaho nima oldingiz? Telefon. iPhone 16 Pro Max oldim. Yoshlarga qanday maslahat berasiz? Kelajakka bo'lgan umidingizni so'ndirmang. Faqat olg'a intiling, o'qing, izlaning, rivojlanishdan to'xtamang, deydi aktyor Ulug'bek Qodirov.